Van. Matapilacha. Qilyapsiz o'ylayapman-da. Necha qo'rquv bor baribir. Usta chaqirgani imkoniyat bor. Jalkada hozir bunga bir 2 million pulda oladi yonboshi. Bu 2 millionga 30 ta indigo sey bo'ladi. Mehnat qilamiz. Shifu ustozim Rahim tog'a rahmatli o'rgatgandaqa ichiga valier qilib, ular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Raspakovkani Kitayskiy Lyubovi. Voy aka, bu narsani ko'ring. Battar yaxshi ko'rib borasiz. Taqdirini qilib beraymi? Aka, avval buni qanaqa qushligini bitta tushuntiray. Kitayskiy raspesnoy bedan hisoblanar ekan. Rangi haqiqatan ham noyob bo'lar ekan. Endi Lyuboy parandaga qiziqadigan odam ham ko'rgan parandasini, yaxshi ko'rib qo'ygan parandasini sotib olgisi keladi. Kecha Marg'ilonlik Zoomir Marg'ilon profili yurgizadigan akamizdan sotib oldik. Valierimizni ichiga valier qilib, bular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Va boshini yorib qo'ydi-yu. Olib kelishimizga bitta jabr bo'ldi-yu. Qarang, boshini ochib tashlaganni. Voy tova. Rangi boyaga lavanda o'rdaklarimiz bo'lardi-yu. Mana shundan ekanda. Mana bular tuxum qo'yyapti, belini achib tashlabdi. Mana seri. Qarang, ajoyibligini. Mana bu hozirga osilib qolgan yangi rivojimiz boshqa ochilib ketdi. Kelinib qoldi. Ajoyib. Endi bularda nima qilamiz? Lekin endi aylanasiga bitta ablisovka urmoqchiman. Sariqmi oq ablisovka bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Valier bo'ladi. Tepasini bir ajoyib qilib yopib, bular mana shu yerda neobitaymi o'stirib bo'ladi bularga. Ichiga tuxum qo'yadigan narsasini joylaymiz. Ullas nima qilsak qilamiz. Yana bir ajoyib ideya kelib qoldi. Endi nasib bo'lsa bu albatta mana bu kulkalarimizni 5-10 kundan yoki olganimizdan keyin qilamiz. Endi bir xursandchilik bilan bo'lishay dedim-da. Raspakovkani mehr beriladi-yu. Bitta ko'ring aka. Hoş geldiniz. Aka, mehr muruvvat keldi-yu aka. Qora o'yni ko'rsangchi, qo'chqarcha. Zo'ra. Bismillahirrohmanirrohim. Zot bir qanaqadir bu. Aniqligini bilmayman lekin turuvini ko'ring aka. Mehr berib boqiladigan. Sistema xudo xolasa qo'chqarcha. Aka, niyat qildim, xudo xolasa keyingi yilgacha qo'chqarcha to'playman. Hamma ham endi sharoitiga qarab, finansiga qarab turadi, to'g'rimi? Bizda vaziyat, budjet, mashlaqani ko'taryapti. Ukalarimni ham bu bitta motivatsiya o'rnida bo'ladi, xudo xolasa. Sharoit bormi? Libboy hunar egasida ham oshinish bo'ladi, jicha-jicha. Oz-ozdan olib turib, bir yil boqsa xudo xolasa, sharoit boricha. Sekin-sekin. Ko'payib qoladi. Qo'y boqqan odam keyin biladi qo'yda baraka qanaqaligini. Men ham yaqin-yaqindan beri endi bilyapman. Bir motivatsiya bilan bo'lishaylik. Voy jonidan, jonim meni, voy jonim meni. Turib berishiga nechi va turib berishiga. Simban o'rniga bo'ldi bu endi. Yurinchi baqa. Jonon, mushik. Ko'pchilikdan eshitdim, sutda rasvot bo'lib ketib qoladi-yu deydi. Sutda rasvot yo'q, bir oy boqiladi xolos sutda. Sekin-sekin balki kattasini xudoyim nasib qiladi. Avvalo tajriba va birinchi bo'lib ilmini o'rganish kerak bu narsa. Mehr berib katta qilaveraylik-chi, bir gap bo'la. Hozir yemizdir bo'laylik endi. 3 ta so'ska bo'lgani bilan 3 ta qo'l yo'q-ku. Navbatdan-da. Yaxshimi?